Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti ekspertlari 2017-2022 yillarda Toshkent shahri iqtisodiyotining rivojlanish sur'atini o'rgandi. Tadqiqotga ko'ra, O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini amalga oshirish doirasida Toshkent shahrida ham ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar jarayonida sezilarli ijobiy natijalarga erishildi. Belgilangan amaliy chora-tadbirlarning izchil amalga oshirilishi tufayli 2017-2022 yillarda Toshkent shahrida iqtisodiyotning yuqori o'sish sur'atlari ta'minlandi. Tadqiqot davomida sanoat, oziq-ovqat, elektrotexnika, kimyo, qurilish materiallari, metallurgiya, farmatsevtika, to'qimachilik, xizmatlar, savdo, moliya, transport, aloqa va axborotlashtirish, turizm, qurilish va ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar tarmoqlari, sanoat va xizmatlar iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlari ekanligi aniqlandi. Inson kapitali, ishlab chiqarish tarmoqlari va xizmatlar, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish hisobiga islohotlar izchilligi va barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlashga qaratilgan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi Toshkent shahri iqtisodiyotini yanada rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda.